Men Mahliyo opaga bugun sovg'a tayyorladim. Mahliyo opa, keling-da. Ha, Sirajiddin? Sizga bir sovg'am bor. Qana sovg'ang bor? Mana shu tarixiy obida ichiga Buxoro so'zidagi harflarni yashirib chiqdim. Voy, Qaysi harfni topsangiz, o'sha harfdan boshlanuvchi fakt aytasiz. sen hali menga shart qo'yapsanmi? 5 tasha. Kelasi safar men senga shunaqa o'yin o'ylab topaman. Hop, Lekin men hamma harfga fakt ayta olaman, chunki Buxoroni yaxshi bilaman. Ketdikmi? ketdik. Ketdik. Qaramlik. Ha. B harfi. Eshit. Boqiy Buxoro shahri 2500 yillik tarixga ega. Bildingmi? Yur. Voy. Topdim. Oh. O harfi. Olimxon. Amir Olimxon. Aytishlaricha, Buxoroning amiri Amir Olimxonning saroyi mana shu yerda bo'lgan ekan. Va ular o'z otlarida mana shu ko'chadan kirib chiqqan ekanlar. Qara. Qilib, ha? Zindonmi? Ha, Voy. Bu qo'rqinchli. qo'rqinchli-da. Chiroyligini qara. Ye. Mana H harfi. Yo'q, qanaqa qilib bo'yin yetdi? Menga qizib oyog'im uchida turdim. Xattotlik san'ati tarixida Buxoro xattotlik maktabining o'z o'rni bor. Bilib olding? Ketdik. Ark hududidagi muzeyda katta langar Qur'oni, Mirali Hiraviy asari, miniatyuralar va Qur'on g'ilofi kabi noyob ashyolar bor. Bu joy qadimiy kitoblar va qo'lyozmalar makoni. Qara qo'yi. Uni qara. Ay. Voy. Nimadir? Obvervar. U harfi-ku. Buxorodagi tarixiy uylar mana shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Bu yerdagi har bir jihoz, har bir detallar Buxoro madaniyatini o'zida aks ettiradi. Voy! O harfini topdim. Sirojiddin, Labbay. o harfi bilasanmi nima? Nima ekan? Ochiq osmon ostidagi ark hududidamiz. Sirojiddin, senga bitta rivoyat aytib beraymi? Ha. Rivoyatlarga ko'ra, arkning ustidan quyoshning chiqishini Buxoro uyg'ondi deyishgan ekan odamlar. Chunki quyosh birinchi bo'lib arkning ustida ko'ringan ekan. Zo'r-a? Zo'r. O'zim ham eshitgandim bu rivoyat. O'zimdan chiqib qoldi. Sirojiddin, Ho. mana minoraga kalonni ko'ryapsanmi? Ha. Shu minoraga kalonni shakli nimaga o'xshaydi? Ruchkaga. Ruchkagami? R harfiga faktni o'zing aytding. Voy, buni qayerdan topdingiz? Aytmayman. Buxoro. Men shartni bajardim.